Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur Qurultayı to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Bugun 4-oyning 1-kuni payshanba. Hammanglarning shu vaqtda xayrlik bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər bugungi xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. Amerika Tashqi ishlar ministrligi tarafidan 30 mart e'lon qilingan 2020 yillik kishilik huquq dokladida Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan qilmishlarining irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb qayta muayyanlashtirilganligi va Amerika Tashqi ishlar ministri Tony Blinkenning bu vaqtda Xitoyga qarshi qilgan kuchlik bayonlari chet ellardagi Uyg'urlarni va xalqaro kishilik huquq tashkilotlarini alohida mamnun qildi. Dunyo Uyg'ur Qurultayı, Uyg'ur kishilik huquq qurilishi, Uyg'ur harakati tashkiloti qatorliq ko'plagan Uyg'ur tashkilotlari bu vaqtda e'lon qilgan bayonotlarida Amerika Tashqi ishlar ministrligining 2020 yillik kishilik huquq dokladini qizg'in qarshi oladiganligini ifoda qilish bilan birga, Uyg'urlar duchor bo'layotgan irqiy qirg'inchilik va jiddiy xavflarni vaqtida to'sib qilish uchun Amerika boshchiligidagi demokratik ellarning Xitoyga qarshi texmo unumli tadbirlarni yo'lga qo'yishi lozimligini ta'kidlashdi. Amerika Tashqi ishlar ministrligining 2020 yillik kishilik huquq dokladida o'tgan bir yilda Sharq Turkistondagi ko'p sonliq yerlik musulmon Uyg'urlarga va rayondagi boshqa etnik ham diniy oz-sonliq guruhlarga qarata sodir qilinayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatning hozirmi davom qilayotganligi bildirildi. Amerika Tashqi ishlar ministri Tony Blinken 30 mart Amerika Tashqi ishlar ministrligida doklad e'lon qilish munosabati bilan o'tkazilgan axborot yig'inida Uyg'urlarga qaratilgan irqiy qirg'inchilikning davom qilayotganligini bildirib, Amerikaning ittifoqdosh davlatlar bilan bu jinoyatni sodir qiluvchilarni davomli javobgarlikka tortadiganligini bildirdi. Bu Amerika Tashqi ishlar ministrligining hozirga qadar e'lon qilgan yillik dokladlarining ichida Xitoy Uyg'urlarga tutgan muomalasi sababli eng qattiq ayblangan doklad bo'lib, Xitoyning irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyati tunji qitim uning yillik kishilik huquq dokladiga kirgizilishidir. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinkenning ta'kidlashicha, Amerika hukumati kishilik huquq dafsandichiligini to'xtatish, inson haqlarini dafsanda qiluvchilarni javobgarlikka tortish uchun ko'p xil vositalarni ishlatadi ekan. Blinken 30 mart Tashqi ishlar ministrligining doklad e'lon qilish munosabati bilan o'tkazgan axborot yig'inida hukumatning bu jihatdagi siyosatlarini sharhladi. Blinken biz keng doiralik boshqa vositalarni ishlatib, dafsandichilikni to'xtatamiz va javobgarlarni javobgarlikka tortamiz. Buning bir yo'li Amerika Davlat Majlisi bilan hamkorlashib, inson haqlarini dafsanda qiluvchilarni jazolashning yer shari Magnitskiy qonuni, Hong Kong demokratiya qonuni va boshqa qonunlarga o'xshash yangi shakllarni chiqarish, kishilik huquqni o'rtaq olg'a surishdir. Biz davomli Davlat Majlisi bilan ijodiy hamkorlik yo'llarini tepib, inson haqlarini xo'rlashni fosh qilamiz. Javobgarlarni javobgarlikka tortamiz deb ko'rsatdi. Blinkenning aytishicha, Amerika hukumati yana yaqinda Kanada, Yevropa ittifoqi, Angliya bilan birlashib, Sharq Turkistonda Uyg'urlarga qaratilgan vahshiyliklarga qatnashgan shaxslarni jazolagandek iqtisodiy embargo va viza cheklamalarini davomlashtiradi ekan. Axborot yig'inida Amerika Tashqi ishlar ministrligining Emgak, demokratiya va kishilik huquq ishlariga mas'ul yordamchi ministri Lisa Peterson Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga jiddiy oqibati bo'lgan vositalar bilan taqobil turish kerakligini bildirdi. Lisa Peterson mundaq dedi: Amerika irqiy qirg'inchilikka qarshi inkas sifatida bir qator jiddiy vositalarni ishga soldi. Nihoyatda aniqki, insoniyatga qarshi jinoyat va irqiy qirg'inchilik sodir bo'layotdi. Biz Xinjiangda Uyg'ur va boshqa etnik, diniy oz-sonliq guruhlarga qarata sodir qilinayotgan insoniyatga qarshi jinoyatni jazolashni davomlashtiramiz. Albatta biz buni ko'masga sololmaymiz. Biz bu xil qilmishlarga oqibati jiddiy vositalar bilan taqobil turishimiz kerak. Lisa Peterson yana 2020 yili 7-oyda, shuningdek 2020 yili 9-oylarda Amerika Tashqi ishlar ministrligi, savdo, moliya va ona vatan bexatarligi ministrliklarining uqtirish chiqarib, Amerika savdo sohasini Sharq Turkistondagi bostirish, nazorat, majburiy emgak to'g'risida ogohlantirganligini, ularni amaliy kishilik huquq qo'llanmasi bilan ta'minlaganligini bildirdi. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken axborot yig'inida Amerika hukumatining bu masaladagi maydonining aniq va keskin ekanligini ta'kidlab, agar bu masalada Amerika bilan o'xshash fikrdagi davlatlar bilan teng harakat qilsa, buning ta'siri texmo unumli bo'ladiganligini bildirdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti qarmog'idagi savdo va kishilik huquq masalasi, qiyin qistoq masalasi, diniy e'tiqod erkinligi masalasi, zamonaviy qulluq masalasi qatorliq 15 sohaning alohida mutaxassislari va dokladchi xodimlari birlikda bayonot e'lon qilib, Sharq Turkistondagi majburiy emgak hodisasidan o'zlarining bakmo andishi qilayotganligini bildirdi. 29 mart kuni Birlashgan Davlatlar Tashkilotining to'r betida e'lon qilingan bayonotda Sharq Turkistondagi lagerlar hamda majburiy emgakning ko'lami alohida eskartilib, Uyg'ur ishchilar hech qancha texnika talab qilmaydigan tuvan maoshli kasblarda zamonaviy qullar emgakiga selinayotganligining ko'plab isbotlari ma'lum bo'lmoqda. Biz buningdan cho'nqur andishi ichida deyildi.
Shuningdek, Xitoy hukumatining terrorlikqa qarshi turish hamda nomrodlikni tugatishni bahona qilib, Uyg'urlarni majburiy emgakka selish qilmishini qonunsizlik deb aybladi. Bayonotda aytilishicha, bu mutaxassislar Xitoy hukumatini o'z ichiga olgan 13 davlatga bu ahvolni uqtirib, ularni Xitoydagi majburiy emgakka sherik bo'lib qolmaslikka chaqirgan. Uyg'urlarning irqiy qirg'inchilikqa uchrayotganlik masalasida g'arb allarining va xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining kuchli besimiga duch kelgan Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bosh kotibi Antoni Guterres 28 mart qilgan so'zida Xitoy hukumati bilan Sharq Turkistonda cheklamasiz tekshirish elib berish to'g'riliq jiddiy so'zlashayotganligini bildirgan edi. Bu Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchiligiga sukut qilish bilan ayblanib kelgan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bosh kotibining tunji qitim Uyg'urlar vaziyati haqida bundoq bir ifodada bo'lishidir. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining 27 mart Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining raisi Gail Manchin va muavin raisi Tony Perkinsga qarata jazo tadbiri yurgizganligini e'lon qilishi Amerikadagi har qaysi sohaning va boshqa g'arb demokratik allarining kuchli g'azabini qo'zg'agan edi. Amerika Tashqi ishlar ministri Blinken 27 mart o'zining Twitter hisobida bu jazo tadbiriga qarata mundaq deb yozgan edi. Biz Xitoyning Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining ikki xodimiga jazo tadbiri e'lon qilganligini ayblaymiz. Xitoyning bu harakati faqat Xinjiangda davomlashayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarni xalqaroning yaqindan kuzatishga tuhfa qo'shidi xolos. Amerika Xalqaro diniy erkinlik komiteti 29 mart Xitoyning bu jazo tadbirini ayblab maxsus bayonot e'lon qildi. Bayonotda mundaq deyilgan: Xitoy hukumatining kishilik huquq va diniy erkinlikni tashabbus qiladigan Amerika va boshqa davlatlarning hukumat amaldorlariga qaratgan jazo tadbiri asossizdir. Bu jazo faqat Xitoyning Uyg'ur va boshqa turkiy musulmonlarga qaratilgan irqiy qirg'inchilik siyosatining kunsiri kuchayotgan xalqaro tanqid va tekshirishni jimiqtirishga urinishidan iborat. Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining raisi Gail Manchin bayonotida mundaq degan: Xitoyning bu xil jimiqtirish taktikasi kog'i kelmaydi. Amerika Xalqaro diniy erkinlik komiteti sukut qilmaydi. Biz Xitoy hukumatining davom qilayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarga qarshi so'z qilishni to'xtatmaymiz. Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining muavin raisi Tony Perkins mundaq dedi: Xitoy Kompartiyasining bu asossiz jazosi kommunist hokimiyatning xalqaro jamiyatdagi yuzini qutuldirishga urinish jarayonidagi qo'rqitish taktikasidir. Bu ularning o'z xalqiga qilgan rahimsiz bostirish siyosatini texmo aniq oshkorlab berdi. Cumhuriyetçiler Partiyasining Kengash palata a'zolaridan Tom Cotton Xitoyning Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining diniy ishlar komissarlariga jazo tadbiri e'lon qilganligi haqida maxsus bayonot e'lon qilgan bo'lib, bayonotda mundaq degan: Xitoy Kompartiyasi Xinjiangda irqiy qirg'inchilik qilyotdi. Shunga Xitoyning dunyo miqyosida haqqoniy huquq uchun kurash qiladigan Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetini nishon qilishi ajablanarli emas. Amerika Xitoy shirkatlari va amaldorlariga texmo ko'p jazo berishdan boshqa, Amerika Xinjiangda ishlab chiqariladigan barliq mahsulotlarni import qilishni cheklashi kerak. Amerika shirkatlari ta'minlash zanjirini Xitoydan yutkishi kerak. Uningdan boshqa Xalqaro Olimpik komiteti 2022-yillik Olimpik tanharkat musobaqasini milliondan ortiq kishini jazo lagerlariga so'lgan davlatdan yutkishi kerak. Kanada Bosh ministri Justin Trudeau 30 mart kuni bayonot e'lon qilib, Kanada hukumatining Uyg'ur majburiy emgaki orqali ishlab chiqarilgan mahsulotlarni cheklash qarorini ikkilanmasdan davom qiladiganligini bildirdi. Kanadaning eng chong gazetlaridan bo'lgan Yer shari pochtasi gazetining 30 martdagi xabarda aytilishicha, navbatda Kanada bozorlarida setilayotgan lunga, yotgan kirliklari va kiyim-kechaklarning ko'p qismi Sharq Turkistondagi paxta mahsulotlariga chetishlik majburiy emgakning mahsulotlari ishkan. Bosh ministr Justin Trudeau mushu ahvollarni ko'zda tutib, biz amaliy harakatga o'tdik. Shuningdek, mushu orqali Kanada shirkatlarining manbasi gumonliq bo'lgan ta'minot zanjirlariga chetilib qolmasligini, bu shirkatlarning o'zini oyishini istamoqdamiz degan. Xabarda aytilishicha, 2021-yilning 5-ida Kanada hukumati Xitoydagi majburiy emgakka bog'lanishlik bo'lgan mahsulotlarni import qilmaslik, Kanada shirkatlari majburiy emgak bilan aloqador savdo faoliyatlariga ishtirok qilmaslik, shuningdek Kanada tashqi savdo importining majburiy emgakni asos qilgan ta'minot zanjiriga sherik bo'lib qilishiga yo'l qo'ymaslik degandek bir qator qarorlarni olgan ekan. Kanadadagi yana bir qism siyosiy yo'llar bo'lsa, Kanada hukumati Xitoydan import qilinayotgan barliq paxta va pomidor mahsulotlarini ma'ni qilishi lozim deb ko'rsatgan. Microsoft xabarlarining 30 martdagi xabarda aytilishicha, Justin Trudeau Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bosh shtabidagi muxbirlarni kutib olish yig'inida yana bir qaytim Uyg'urlar haqida uzun so'z qilgan. O so'zda Xinjiangda hozir bo'layotgan ishlarning og'irligidan bakli tashvishlanmoqdamiz. Xitoy hukumati buningga tezdan javob berishi lozim deb ko'rsatgan. Hamda o'zining Xitoyga qaratilgan jazo tadbirlarini qizg'in qo'llaydiganligini bildirgan. Ammo bosh ministr Justin Trudeauning so'zlari tarqalib uzun o'tmayli Braziliyaning Rio de Janeiro shahridagi Xitoy konsulxonasining bosh konsuli Li Yang Twitterda uchur yo'llab,
Yigit, necha vaqtdan buyon qilgan atganlaring faqat Xitoy-Kanada munosabatini buzish hamda Kanadani Amerikaning g'olchisiga aylantirish bo'ldi deb Justin Trudeauga haqorat qilgan. Xalqarodagi har soha kishilari bo'lsa buni Xitoyning diplomatiya sohasidagi kolvalachi mag'lubiyatining yana bir qitim oshkorlanishi deb qaramoqda. Növətdə Türkiyədə ziyarətdə buluyatqan Dünya Uyğur Qurultayının təşkili işlağı məsul muavin rəisi Pərat Yoronqaş və Qurultayının İslam əllərdəki xizmətlərə məsul rəis vəkili Turğuncan Alavdin əpəndilər Türkiyədə yeni qurulub fəaliyyət başlayan Dünya Uyğur Qurultayı vəqfinin rəisi Abdurşid Abdulhamid əpəndimnin həmrahlıqıda bugün. Yəni 1 mart günü İstanbuldakı Xitoy konsulxanasına yaxın joyda 100 neçə gündən bu yan izchil turda Xitoyga qarşı narazılıq fəaliyyəti ilib beriyotgan Uyğur namoyishchilarni ziyorat qilib, bu jasur va fidokor qarindoshlarimizga bo'lgan qo'llashi va hurmatini bevosita ifoda qilish bilan birga Dünya Uyghur Qurultayı nomidan ularga alohida minnatdorlik bildirdi. Bu yerda sovuq demay, yomg'irmi, qordimi hech bo'shib qolmasdan bu namoyishni berayotganimizni biz Dünya Uyghur Qurultayı va Yevropadagi Uyghur qarindoshlarimiz bo'lish sifatimiz bilan chin qalbimizdan takdirlaymiz, tebriklaymiz. Allah sizlarga texmo gayret, şicaat ata qilsin. Amin. Pərat Yoronqaş əpəndi namoyishni təşkilləgən qarindoshlarımızga qilgan so'zida bundan 100 neçə gün burun vatandagi urug' tuqqanlarning izdiyarini qilish maqsadida İstanbuldagi Xitoy konsulxonasi oldida başlatılgan "Oilam qayerda" degan shior ostidagi namoyishning uzluksiz taraqqiy qilib, bugun Uyg'urlarning butun dunyo miqyosini olgan umumiy xalq harakatiga aylanganligini. İstanbuldagi qarindoshlarimizning qor yomg'ir va shivirg'onlarga pisat qilmay elib berayotgan bu ko'rishining har qaysi allada yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimizga jasorat va milliy ruh baxsh etib qolmasdan, yana chet el matbuotlarining kuchli diqqatini qo'zg'ash orqali Uyg'urlarning ovozining dunyo xalqlariga texmo jonliq shaklda tuyg'uzilishiga vasila bo'lganligini ifoda qildi. Namoyishchilarga ko'rsatib kelgan bu fidokorligingizga minnatdorlik bildirish, o'zimizning hurmatini bildirish uchun Xitoydan aytgandik. Ben Dünya Uyghur Qurultayı Dolpay Sarkandimga bo'lgan hammalarga alayhi rahmat aytaman. Shundaqla butun Yevropada yashayotgan Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizning alayhi salomini va hurmatini bildiraman. Aziz qarindoshlar, o'zining erkinligi, o'zining ozodligi uchun kurash qilgan bir millatga hech kim ish olmaydi, hech kim yordam qilmaydi. Avval o'zimiz fidokorlik ko'rsatishimiz kerak. Mana sizlarningki nayt oz kishi bilan boshlagan oilam nada degan shu orasida boshlagan namoyishinglar bu hozir 100 kundan yangi taraqqiy qilib butun dunyo miqyosida olgan umumiy xalq harakatiga, umumiy xalq turishiga aylandi. Sizlar mana mishadagi fidokor qarindoshlarimiz dunyoning har qaysi joyida yashayotgan Uyg'ur qarindoshlaringizga jasorat berdinglar, ularga milliy ruh berdinglar. Ondan başqa yana bugun Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi tarkibidagi Sharq Turkiston inson huquqlari kuzatish jamiyatining boshlamchiligida 1 mart xalqaro yolg'on aytish bayrami fursatidan foydalanib Sharq Turkistonda yurgizilayotgan irqiy qirg'inchilik va 4 yildan buyon davomlashayotgan jazo lagerlariga qarshi dunyo xalqining diqqatini tortish maqsadi bilan Turkiyani markaz qilgan holda har qaysi allada chaqchaq emas rostilli irqiy qirg'inchilik degan o'rtaq shior ostida zo'r ko'lamli tashviqot harakati qo'zg'agan va bu munosabat bilan bugun Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlari Birligining uyushtirish bilan İstanbuldagi Beyazit maydonida keng ko'lamli axborot e'lon qilish faoliyati o'tkazilgan edi. Dünya Uyghur Qurultayının təşkili işlagı məsul muavin rəisi Pərat Yoronqaş, Qurultayının İslam əllərdəki xizmətlərə məsul rəis vəkili Turğuncan Alavdin və Dünya Uyghur Qurultayı vəqfinin rəisi Abdurşid Abdulhamid əpəndilərdən tərkib tapqan Qurultay heyətimi məzkur axbarat e'lon qilish yig'iniga qatnashib, chaqchaq emas rostilli irqiy qirg'inchilik degan shior ostida dunyo miqyosida başlatilgan tashviqot harakatiga bo'lgan bevosita qo'llashini ifoda qilishdi. 1 mart bo'lsa xalqaro chaqchaq bayrami, xalqaro yolg'on aytish bayrami degandek nomlar bilan atalib kelinmoqda. G'arb dunyosidagi har qaysi cho'ng shirkatlarga mablag' sog'uvchi diniy va ijtimoiy gruppalar tushma-tushdan har qaysi shirkatlarga uqtirish yo'llab, ularni Sharq Turkistonda davom qilayotgan zulm va haqlar dafsandichiligidan yiroq turishga buyurdi. Reuters agentligining 30 martdagi xabarida aytilishicha 50 necha cho'ng mablag' sohibi Sharq Turkiston bilan bevosita savdo aloqasida bo'layotgan 40 necha shirkatga, jumladan Echim, Ogbus, Zara qatorliqlarga o'zlarining ta'minot zanjiriga qaytadan tekshirish buyrug'i tushirgan.
Şirketlerge meblag sağgıçılar gruppasining programma direktori Anita Dorut xanım bu vaqtda söz qilib, biz bu şirketlerge meblag sağgan ekanmiz. Bu meblagning sopliqiga kepillik qilishimiz lozim degan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoydagi iste'molchilar qo'shini G'arb dunyosining Xitoyga qarshi embargo qo'yishiga o'zlarining norozilik maydonini ifodalash uchun majburiy emgakka chetishliq deb qaralayotgan bir yurish donliq markalarni boykot qilgan. Ammo navbatdagi ta'minot zanjirini tekshirish buyrug'i bu shirkatlarni bu vaqtdagi ahvollarni oshkora qilishga bevosita undamoqda ekan. Mablag' sog'uvchilarning bu jihatdagi imtiyozi navbatda texmo ko'p shirkatlarni Sharq Turkiston bilan bo'lgan iqtisodiy aloqani qaytadan o'ylashga qistamoqda ekan. Xitoy hukumati buningga parallel holda yaqinqi mezgillardan buyon o'zining Uyg'urlarga yurgizayotgan majburiy emgak tuzumini oqlaydigan tashqi tashviqotning salmoqini favqulodda oshirdi. Xitoyning majburiy emgak tuzumini oqlaydigan qisqa tashviqot filmlarida asosiy jihatdan vatan ichidagi Uyg'urlar ekranga chiqarilgan bo'lib, bularning ichida hatto chet elda o'qiyotgan Uyg'ur o'quvchilar va ba'zi g'urursiz milliy munofiqlar bor. Xitoy hukumatining o'tgan yili Twitter va Facebookni qo'llanib turib Sharq Turkistonda yurgizayotgan siyosatlari haqida zo'r tashviqot harakati yurgizganligi oshkorlangan. Wall Street Journal'ning gazetida xabar qilishicha, Xitoyning yuqoridagi ijtimoiy suplarni qo'llanish nisbati o'tgan yili tarixdagi eng yuqori saviyaga yetgan. Ular bu suplarni ishlatib turib keng ko'lamli tutqun harakatini, jazo lagerlarini va ta'qib siyosatlarini foydali deb ta'sirlamoqchi bo'lgan. Xabardan qaraganda yaqinda Avstraliya strategiyalik siyosat tadqiqot o'rni bu vaqtda bir tadqiqot olib borgan. Tadqiqotiga qaraganda Xitoy davlat taratqullari va diplomatik Twitter hisobot nomerlarining Sharq Turkiston haqidagi Twitter uchurlarining nisbati 2020-yili har oyda oldingi o'xshash mezgildagidan 500 ga yaqin ko'paygan. Tadqiqotchilar yana Facebookda Xitoy davlat taratqullari boshqaradigan ommaviy batlarning Sharq Turkistonga munosabatlik yo'llanmalar eng ko'p ko'riladigan manba ekanligini bayqagan. Xitoy hukumati Twitter va Facebookni qo'llanib turib, bir yoqdan xalqaro axborotlarning Sharq Turkistondagi amaliyotlar haqidagi xabarlarga hujum qilsa, yana bir yoqdan Sharq Turkistondagi lagerlarning kasbiy mahorat bilan tarbiyalash markazlari ekanligini. Shundaqli yana Uyg'urlarning intayin baxtli turmush kechirayotganligidek farqli hikoyani olg'a surgan. Avstraliya strategiyalik siyosat tadqiqot o'rnining yangi dokladida ko'rsatilishicha, hozir Xitoy hukumati Uyg'ur masalasidagi tanqidiy fikrlarga qarata boshqa davlatlarning tarixda yuz bergan ayblarini ichish usuli orqali munozara paydo qilishdan iborat bir strategiya qo'llanmoqda ekan. Avstraliya strategiyalik siyosat tadqiqot o'rnining tadqiqotchilarining qarashicha, xalqaro Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan siyosatlari sababidan tanqid va besim kuchayganlikdan, bo'libmi Amerika va G'arb ellarining tanqid qilishi va shundaqli 2022-yillik qishloq olimpik tanharkat musobaqasini boykot qilish chaqiriqlari kuchaygandan keyin, Xitoy mushundaq amal orqali xalqaroning Uyg'ur masalasidagi ko'z qarashini o'zgartirishga uringan. Twitter Avstraliya tadqiqot organining bu doklatidan keyin Xitoyning bir qancha tashviqot hisoblarini taqaganligini jakarlagan. Facebook tormi bu masalaga astoydil muomala qiladiganligini bildirgan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasida diqqatingizga sunduq. Keyin qitimliq programmamizda ko'rishaylik. Ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.